Salom do'stlar, sizlar bilan men Gamer Uzebe. Do'stlar, men va'da qilib qo'yganimdek, bugun boshlarni o'ldiramiz degan video bugun chiqadi do'stlar. Shuning uchun video boshlanmasidan oldin like va podpisatsiya olishga narsa olib kelinglar. Shuning uchun biz boshladik. Do'stlar, men kecha o'zim o'ynagandim. Просто video olmasdan qiziqish bilan buni qaranglar. Almazni qaranglar. Almazni qayerdan olganimni keyin ko'rsataman do'stlar. Buni qaranglar. Epic bosslarni shunda o'ldiramizda. Endi bu hozir bitta bo'ldi. Mana yordamchim xuddi mana buni o'ldirgandek hozir ko'rsataman do'stlar. Yaramas. Mod yoqqan bo'lsa, keyin o'zimni kanalimga tashlab qo'yaman. Mana hozir biz mana buni o'ldirdik. Mana buni ko'rgan bo'lsanglar, askanela, ahot, lotillardalarmi shu. Keyin menga mana bu bo'ldi, keyin tuxumcha berdi. Bu tuxumcha mana bu yordamchini paydo qilib berar ekan. Bu o'zi hozir menga xo'jayin bo'ldi. Mana yordamchim bo'ldi. Keyin hozircha qorga borib, mana bu knarfuni o'ldirishimiz kerak. Bu yerdan bundan narsalar tushadi. Endi biz boshladik. Birinchi qilib olamiz. Bunisi bu bilan hamma narsani yetaman. Qilamiz. Bu yordamchim. Do'stlar, tayyormisizlar? Tayyor bo'lsanglar. Tadam. Oldiga boramiz. Buni ichilaridan almazni qayerdan olding desanglar, men almazni shu yerdan faqat tepasidan oldim. Shu bor edi, tepasiga chiqib yordam chiqqan. Mana bu yer. Shuni qaranglar. Izimurudlarni olishga ham urmadim. Keyin olamiz, mana ko'ringlar. Mashdan oldim uni. Mashdan oldim. Turganda. Hatto uyni o'zimga qilsammikin yoki yo'qmi? Keyingi videolarda yozib qo'yinglar. Shu yerni uyingiz qilib qoling deb yozinglar. Albatta, fikringizni qilamiz. Mana boshladi izimurudlarni olishni. Do'stlar, buni qaranglar. Mana 25 ta izimurud va 39 ta ko'mir oldim. 3 ta oltin oldim. Oltindan nima yasasa bo'ladi bilasizlarmi? Hozir uyga borib qo'y. Do'stlar, mana uyimga oldim. Mana qalisam, adashmas. Yordamchi. Hozir biz mana bu boshni o'ldiramiz. Buni o'ldirishga hali ko'p narsa ketadi, shuning uchun mana buni Pigmen cho'chqavoyni o'ldiramiz. Bu cho'chqavoydan nima tushadi? Va qurol toji tushar ekan. Do'stlar, menga qurol olamanmi? Bo'ladi. Endi buni yasashni ko'rsataman, yana o'rgataman. Mana bu yordamchim menga yordam bersa kerak. Vision bo'lsa. Shuning uchun men mana bu kerak ekan. 5 ta oltin, 4 ta qog'oz.
Endi uxlab boramiz. Ana do'stlar, ertalab bo'ldi. Endi buni yasashga tushamiz. Mana bu yerda bitta qolibdi-ku. Assalomu alaykum, men bilan urushasanmi? Legenda bilan urushasanmi? Chichi bordi-yu. Do'stlar, birinchi shakar qamish topsam, keyin videoni yoqaman. Birinchisi. Mana bu ikkinchisi 3'dir. Bu narada 6 ta bor. Lekin bizga shular ham bular. Bitta. 80. 10. 13 ta. Bizga yetadi. Bunda qaytishim kerak-da. Do'stlar, mana nihoyat biz kutgan narsa keldi. Olamiz. Opa. Wow, nihoyat. Bading. Tadam. Nihoyat. Tojli bo'larkan mana. Biz o'zimizga ovqat olish kerak. Keyin обязательно qalqon bor. Keyin steak pishiramiz. Meni paydo qiladigan joyim bor. Mana. O'z boramiz. Do'stlar, kavladim, endi bismillah deb boshlaymiz. Aboda tez yengilyapti. Mana u do'stlar. Bilyapsanmi? Va. Voy. Nima edi bu? Do'stlar, mana nimaga o'tirgizdi? What the hell, nastroyka. Mana nastroykani ham o'z holimga qaytardim. Bu yaramazni o'ldirmasam bo'lmaydi. Unda jon chiqib boradi-yu. Lekin jonni devorga pasayib yubordim. Qiziq bo'lishi uchun. Do'stlar, qiziq bo'lishi uchun, shuning uchun men uni ozod qildim. Endi urushamiz do'stlar. Sizlarga qiziq bo'lsa, like va podpisatsiya bosinglar do'stlar. Bu yaramazni men
albatta o'ldiraman. Agar bu video hozir keyinroq tamom bo'lsa, xabar beringlar. Do'stlar, yutdik. Endi botga borsak bo'ldi. Mana keldim. Lekin bot ekan. Mana sizlar kutgan Gemruzebi qirol. Do'stlar, mana endi armiyamni quraman. Bu nega joni ketar ekan deyman. Do'stlar, bu nima epik bossni o'ldirgandan keyin joni ketar ekan. Mana hozir joni ketdi. Faqat epik bossni ketar ekan. Lekin tez ham o'ldirar ekan, lekin zo'r. Gap yo'q. Endi biz qaysini paydo qilamiz? Shuni endi o'ylab, men qirolman, qirol. Shaxsan Gemruzebi qirol. Gemruzebi qirol deb yozinglar kommentariyada, do'stlar. Yo'q, hozircha topolmadik hozircha. Albatta mana buni ham o'ldirish kerak. Buni joni yomon ko'p, chunki men Tvorjivaniyada o'ldirib ko'rdim, lekin narsalarni tashladim. Men halollikman, faqat qiziquvchanlik. Mana buni o'ldirish kerak, mana buni. Buni o'ldirdik. Hozir yasab ko'ramiz qaysini. Bu kiyimlar yasasa bo'ladi. Hozircha kiyimlarga esa ko'p narsa kerak. Bu yerda mana bularda esa almos kerak. Almoslar bor, lekin lezurit yo'q bizda. Shuning uchun ko'rib olaylik. Yoki mana buni yasayman. Yasash uchun lekin ko'p narsa ham kerak emas ekan. Bunda esa narsalar bor, faqat mana bu koptokcha yo'q. Birinchi mana buni yo'q qilamiz. Bu nima deymiz do'stlar, mana. Xo'sh. Mana bu. Mana buni paydo qiladigan. Bu esa o'zi bor. O'zi katta uyi bor, shuning uchun shu yerda bor. Do'stlar, keyingi videoda esa men bir ko'zlini o'ldirishga harakat qilaman, do'stlar. Bu Pikmen eng oson emas, lekin oson ekan. Yo. O'ldirishni xohlamayman. Porta. Hech qaysi joy. Ketdik. Shuning uchun like va podpiska bosinglar. 100 ta likedan keyin keyingi qismini qilaman. Agar mana shu videomdagi likelarni 100 ta qilsanglar chiqaraman. Agar men ukam bilan Minecraft o'ynadimda ham 100 ta qilsanglar chiqaraman. Bittasini bir kunga, ikkinchisini ertaga chiqarishim mumkin. Shuning uchun likelarni bosinglar, kommentariyani portlatinglar. Menga sizlar bilan men Gemruzebi bo'ldim. Всем пока.